Bu tuman bosgan kechada boshlandi. O'shanda charchagan uzoq masofali marshrutga haydovchisi Rustam Toshkentdan Sirdaryo yaqinidagi kichik, chekka shaharchaga boradigan so'nggi yo'lini allaqachon tugatgan edi. Uning faralari g'ayritabiiy qalin tumanni zaifgina kesib o'tardi. Go'yo havoning o'zi nafasini ushlab turgandek edi. U mashinani to'xtatib, tunni o'tkazmoqchi bo'lganida, yo'l chetida bir odam paydo bo'ldi. Uzun, qora palto kiygan, yuzi soya bilan to'silgan, harakatsiz va unga Rustamning terisini titratib yuboradigan bezovta qiluvchi sabr bilan tikilib turgan bir odam. Ammo nimadir uni eshikni ochib, ichkariga kiritishga majbur qildi va odam o'tirgan paytdan boshlab mikroavtobusdagi havo og'irroq, sovuqroq, deyarli tirikdek tuyuldi va Rustam odometr va radioning miltillashini payqadi. Go'yo mashinaning o'zi uzoq vaqtdan beri qo'rqqan narsani tanigandek va u odamdan qayerga ketayotganini so'raganda, u faqat bir nomni pichirladi. U hech qachon eshitmagan qishloq, telefonidagi xaritaga ko'ra mavjud bo'lmagan qishloq, ammo mikroavtobus tumanli magistral bo'ylab harakatlanayotganda, u tashqaridagi manzara noto'g'ri ko'rinayotganini, daraxtlar va yo'l belgilari egilib, soyalarga aylanib ketayotganini, tanish qishloqning galati, haqiqiy bo'lmagan versiyasini angladi va u odamga har safar qaraganida uning ifodasi o'zgarib, insoniylikdan butunlay boshqa narsaga aylanib borayotgandek tuyuldi. Bir vaqtning o'zida ham azob chekayotgan, ham g'alaba qozongan yuz pichirladi. Rustamning hayoti haqidagi hech kimga aytmagan sirlar, tanlovlar va xatolar xotiralari, ich-ichiga ko'mib qo'ygan qo'rquvlari deyarli eshitilmas darajada edi. Rustamning qo'llari rulni shunchalik mahkam ushladiki, barmoqlari oqarib ketdi va to'satdan, ogohlantirishsiz, faralar yo'l chetidagi jasadlarni, rangpar va jonsiz yuzlarni, qotib qolgan dahshatdan katta ko'zlarni ko'rsatdi va Rustam yuragi chokib. Bular yangiliklarda eshitgan bedarak yo'qolgan odamlar, so'nggi oylarda sirli ravishda g'oyib. Rustamga endi safarning bir qismi ekanligini, oxirgi yo'lovchini noma'lum qishloqqa olib borgan har bir kishi endi hech qachon ozod bo'lmasligini, yo'lni abadiy takrorlashi shartligini aytib, bir-birining ustiga ovozlar qo'shilib ketdi. Rustam to'xtamoqchi bo'lganida tormozlar bosilmay qoldi. Dvigatel xuddi jin kabi guvilladi va odam oldinga egildi. Soyali yuzi Rustamnikidan bir necha santimetr uzoqlikda, ko'zlari xira ichki yorug'lik ostida xira chaqnab, tuman emas, balki tiriklar bilan o'liklar orasidagi parda ekanligini va yo'lda g'oyib bo'lgan har bir odam tugallanmagan sayohatning yana bir aksadosi ekanligini, Rustamni endi qamrab olgan la'natga duchor bo'lgan odam ekanligini va imkonsiz burilishdan o'tib ketayotganda unga vahima qo'zgashini, mikroavtobus qorong'ulikka cho'zilganday tuyuldi. Faralar skelet daraxtlari va o'ralgan telefon ustunlarini ko'rsatdi va odam shunchaki Rustamning dahshatidan zavqlangandek xira jilmayib qarab turdi. Rustam har safar ko'zlarini pirpiratganda, bedarak yo'qolganlarning yuzlari orqa ko'rinish oynasida paydo bo'lishini, orqasidagi bosh o'rindiqlarda jimgina o'tirib, to'g'ridan-to'g'ri uning qalbiga tikilib qolishini va yo'lovchini olib ketish uchun qichqirganida. Eshik tashqariga chiqayotganda qimirlamas, qulflar ozozidan chertayotgan edi va u atrofdagi havoning u bilgan har bir tilda pichirlashlar bilan tebranayotganini his qilardi. Bularning barchasi bitta haqiqatga yaqinlashardi. Yo'lovchi odam emas, tirik emas, balki g'oyib bo'lganlarning tugallanmagan azobini ko'tarib yurgan ruh edi va Rustam uni ichkariga kiritib, la'natni ham o'zida mujassam etgan edi. Tuman faralarni yutib yuboradigan va yo'lni cheksiz spirallarga aylantiradigan deyarli mustahkam devorga aylanib, tuman qalinlashgan sari, Rustam qanchalik tez haydasa ham, qanchalik keskin burilmasin ham, hech qachon xavfsiz joyga yeta olmasligini tushundi. Chunki yo'lovchi mavjud bo'lmagan manzilni, faqat o'liklar yetib boradigan qishloqni talab qilardi.